Xabaringiz bor, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatidagi ikkinchi o'yinni o'tkazdi. Portugaliya terma jamoasiga qarshi kechgan bahsni yurtdoshlarimiz barcha hududlarda katta ekranlarda jonli efir orqali tomosha qilib, oq-bo'rilarni qo'llab-quvvatlashdi. Bugungi kunda futbol millionlab insonlarni birlashtirgan, qalblarga g'urur va ishonch bag'ishlaydigan sport turiga aylandi. Milliy terma jamoamizning xalqaro maydondagi har bir uchrashuvi yurtdoshlarimiz tomonidan katta qiziqish bilan kuzatilmoqda. Zero futbol nafaqat sport, balki birdamlik, vatanparvarlik va yurt sha'nini munosib himoya qilish ramzi hamdir. Jahon chempionati doirasidagi O'zbekiston milliy terma jamoasining navbatdagi uchrashuvi ham minglab muxlislarni bir maqsad atrofida jamladi. Respublikamizning barcha hududlarida futbol ixlosmandlari katta ekranlar qarshisida yig'ilib, terma jamoamizni birgalikda qo'llab-quvvatlashdi. Har bir vaziyat, har bir hujum va har bir golga bo'lgan umid muxlislarning jo'shqin hayajoni bilan uyg'unlashdi. Jumladan, O'rta Chirchiq tumanidagi 3-maktab hududida o'rnatilgan katta ekranda ham jahon chempionati doirasidagi uchrashuv to'g'ridan-to'g'ri namoyish etildi. Tadbirga yig'ilgan futbol ixlosmandlari bahsni katta qiziqish va ko'tarinki kayfiyatda tomosha qilib, milliy terma jamoamizni faol qo'llab-quvvatlashdi. Ommaviy tomosha jarayoni chinakam futbol bayrami muhitida o'tdi va muxlislarga unutilmas taassurot ulashdi.